rangli iplar bilan o'rardi. Rangli iplar bilan o'rilgan. Men bu misol sizniki emasda, sochlaringiz rang-barang, rang-barangligi ham yarqi ranglarda, kamalaksimon ranglarda rang-barang o'rilgan holatda mana shunaqa uchib yurganlaringiz o'tyapti-da gapiryapsiz-da. Navoda ishtiyoqingiz yo'qmi sochingiz rangini o'zgartirishga? Ko'p o'zgartirganman, o'sha yashil, havorang, shunaqa ranglar qilgim keladi. Anaqa har xil qilib o'rib yuraman. O'zgina ekansiz. Kecha ham o'rib chiqqandim, esaryaptida, zo'r chiqibdi sochingiz deb. O'shanaqa har xil qilib o'rib olgim keladi, boshqacha qilib. Yer ongida emas, boshqacha. Avatar deganingizga, avatar birinchisini ham, ikkinchisini ham o'zim rosa yaxshi ko'raman, ko'p ko'raman. Ha. Avatarda sizni turishingiz. Keyin buni nimaga demoqchiman? Sizdan berilishi kerak bo'lgan, sizdan chiqishi kerak bo'lgan energiya boricha chiqibdi. Chiqolmay qolgan joylari bor. Tutilib chiqolmay turgan joylari bor-da. Yordam berib boradi. Soch uslubingiz, kiyinish uslubingiz, makiyaj uslubingiz yaratasiz. Bunaqa narsani siz yaratasiz. Ko'chadan kiyim sotib olishingiz mumkin, kiysak bir nimani qilishingiz mumkin. Nimalardir qilib o'zgartiring yoki ahamiyat qarating. Noodatiy narsalarga ahamiyat qarating. Sizda bu ochiq chunki.